Koreyada o'quvchilarga jinsiy tajovuz qilishda gumonlangan o'zbekistonlik hibsga olindi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Janubiy Koreyada 2 nafar boshlang'ich sinf o'quvchisini aldab, o'z mashinasiga o'tkazib, jinsiy tajovuz qilgani aytilgan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bu haqda Donga xabar berdi. Qayd etilishicha, mazkur shaxs joriy yilning 8-aprel kuni ertalab soat 8:40 atrofida Ichxonning Yonsu shahridagi boshlang'ich maktabning 2 nafar boshlang'ich sinf o'quvchisini, bir o'g'il va bir qizni o'z mashinasiga o'tkazib, ularga jinsiy tajovuz qilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirgan. Aniqlanishicha, gumonlanuvchi o'quvchilardan yo'l so'rashini aytib, ularni aldagan. Shundan so'ng ular avtomashinadan tushib maktabga borgan va bu haqda o'qituvchisiga xabar bergan. O'qituvchining xabarini olgan politsiya gumonlanuvchining shaxsini aniqlagan va uni shoshilinch ravishda hibsga olgan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Jinoyat shafqatsizlik bilan yoki qurol ishlatib sodir etilgan bo'lsa, jazo muddati oshiriladi. Agar jabrlanuvchi voyaga yetmagan shaxs bo'lsa, jazo yanada og'irlashtiriladi. Jinoyat kodeksining 305-moddasiga ko'ra, voyaga yetmagan shaxsni zo'rlaganlik uchun 5 yildan boshlab umrbodgacha qamoq jazosi qo'llaniladi. Minimal jazo muddati 10 yilni tashkil etadi. Sotish ayblovi bo'yicha sudlangan O'zbekiston fuqarosi AQShdan deportatsiya qilingan edi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.